Nazarbaydan 5 sotiq 59 ming dollarga shu yerimizni qo'ydik. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Kecha Nazarbaydan 4 sotuv yer qo'ydik, 1 soatda sotilib ketdi akalar. Sotilmaydigan yer uchastka bo'lmaydi. Narxini topa bilsak, bir pasda sotish imkoniyati bor. Yana kommentariyada shunaqa yerlar bormi deb so'rashdi. Sizlarni e'tiboringizda 208 sotuqlik chiroyli yerimiz chiqib qoldi. Qarang, kelgan manzilni tushuntiraman. Bu yoq taraf Natars ko'chadan kirib kelyapsiz. Yonida masjid, 34-maktab. Bu yoq tarafga yuradigan bo'lsangiz, Xo'jona shilpildolari bor. Endi bu yoq tarafdan yana kirish imkoniyati bor. Pushkin, Shohsaroy to'yxonasidan ro'parasidan bir 300 metr olingan masofa, yonida Korzinka, poliklinika hammasi bor. Xo'p, qo'shnilarga e'tibor bering, chiroyli qilib, baland qilib uchastka qurib qo'yishibdi. Bizning sotuvga chiqqan yerimiz shu tupik holatda bo'ladi. Sotayotgan xonadon egalari shu yerda turishadi. Qarang, fasad 14, ichkariga 20 bo'ladi. Qani, bismillah deb yerimizga kirib boramiz. Qarang. Demontaj qilish imkoniyatingiz yo'q. Chiroylikgina shundoq kelib qurilishni boshlab yuborasiz. Fasad 14 bo'ldi, ichkariga 20 bo'ldi. Qo'shni qarang, bahaybat bir binoni barpo qilgan ekanlar. Siz ham bemalol shu uchastka qursangiz bo'ladi. Endi 14 ga 20 bo'lsa 208 sotuv bo'ldi. Orqada 2,5 sotuv zaxvati bor. 5 sotuv 59 ming dollar. Aniqlab ketsa, Telegram kanalimizda bo'ladi. Yagona raqamini qoldirib qo'yamiz. Kelib, ko'rib, talashib tortishib barakasini qilsanglar bo'ladi akalar. Shunaqa chiroyli yerlarni, uchastkalarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bitta yurishani qizartirib ketasizlar. Sog' bo'lasizlar.